2025-yilning 25 kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Soha rivojida tarixiy ahamiyat kasb etuvchi ushbu hujjat bilan chegara bojxona postlari orqali harakatlanayotgan yo'lovchilarga ham qator qulayliklar nazarda tutilgan. Dastlab shu haqda. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 25 mart kuni qabul qilingan Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan 2025-yil 1-noyabrdan boshlab o'tkazish punktlari orqali harakatlanayotgan yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasining mobil ilovasi amaliyotga joriy etiladi. Yildan yilga bojxona chegaralarimiz orqali yo'lovchilarning harakati oshib bormoqda. Mana shu mobil ilovalarni amaliyotga joriy qilish respublikamiz chegaralari orqali harakatlangan fuqarolarni tirbandliklarni oldini olishga maqsad qilingan. Ayrim holatlarda yo'lovchilarning bir qismi yonlarida cheklangan yoki belgilangan normalardan ortiq tovarlarni olib o'tishayotganligi sababli yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirishadi. Masalan, 2022-yilda 307 mingdan ziyod, 2023-yilda 250 mingga yaqin, 2024-yilda esa 180 mingdan ziyod yo'lovchi bojxona deklaratsiyalari to'ldirilgan. Sodda qilib aytganda, so'nggi 3 yilning o'zida deklaratsiyalar uchun salkam 2 tonna qog'oz sarflangan. Qolaversa, deklaratsiyani bevosita postning o'zida qog'ozda yozma tarzda to'ldirish uchun yo'lovchi o'rtacha 5-10 daqiqa vaqt sarflaydi. Bojxona xodimi ham o'z o'rnida deklaratsiyalardagi ma'lumotlarni qo'lda tegishli axborot tizimlariga kiritadi va bunga ham vaqt sarflanadi. Yo'lovchi bojxona deklaratsiyalarining mobil ilovasi fuqarolarga quyidagi qulayliklarni beradi. Birinchi navbatda chegarani kesib o'tishdan avval yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini elektron taqdim etish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni deklaratsiyani ro'yxatga olish avtomatlashtiriladi. Bojxona xodimi tomonidan ma'lumotlarni axborot tizimiga kiritish ehtiyoji qolmaydi. Bundan tashqari, yo'lovchilarga qulayliklar yaratish maqsadida mobil ilovada yo'lovchining pasport raqamini kiritish orqali avtomatik to'ldirish imkoniyati ham yaratilgan. Bu esa yo'lovchiga yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirishni tezlashtirishga olib keladi. Endi yo'lovchilar o'zlariga qulay vaqt va joyda telefonlari orqali yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirib, bojxonaga elektron tarzda taqdim qilishlari mumkin bo'ladi.